Keyingi turmush o'rtog'ingiz Alfons bo'lsa ham turmushga chiqib ko'rasizmi? Buni qo'ymang. O'rtoqlar bizni ushlab oldik-ku, mana chiqib kelyaptilar o'zlari hozir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Ushlab oldik sizni. Nima qilyapsizlar? Sizni mana shu yerda yuradi deb aytishdi, o'zimizni to'g'ri keldi. Baribir aytganimiz bilan aylangani chiqib turar ekansiz-da, baribir. Deyli uyga choy poy ichamiz. Intervyu olmoqchimiz sizni. Nima Mayli. aytmadingiz? Endi kutilmaganda keldi-da, qiziqroq Bular bo'ladi. 2 kundan beri yozsizlar, yo deb turibdi. Xo'p. Yoshligingizda Yoshmi? nima ish to'g'ramiz endi? Farqi yo'q ekan. Живой intervyu ketyapti. Yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Yoshligimda vrach bo'lishni orzu qilganman, doktor bo'lishni, yeta olmadim. Chunki onam erga tegganingdan keyin shuncha uzoq yil seni kim o'qitadi, qarib ketasan deb qo'ymaganlar. Hozir kim bo'lib ishlayapsiz? Hozir bloger, pevitsa. Turmushga chiqqansiz. Menimcha Turmushga chiqaman. yana turmushga chiqyapsiz. Qo'lingizda cho'ta uzuk ko'raman. Voy. Buni qo'ymang. Keyingi turmush o'rtog'ingiz Alfons bo'lsa ham turmushga chiqib ko'rasizmi? Savol o'zi noto'g'ri-yu. Vashi menga to'g'ri kelmaydigan savol. Oligarx bo'lsa chiqaman. Guli happy life bo'lib ketishingizga necha pul tiqib yuborgansiz endi? Bilmayman, juda katta pulim ketgan. Rosti, hamma o'ylaydi, bular yaxshi pul topadi, mazza qilib yuribdi, lekin topganimizdan rasxodimiz juda ham ko'p. 5-6 ta pochka bormi? Ay, qasr uylan tikib yubordim-ku. Oxirgi marta o'zingizga qimmatbaho nima oldingiz? Oxirgi marta o'zimga qimmatbaho, eng oxirgisi figura korreksiya qildirdim. Necha pulga? Aytmayman, so. Qiziq odamligi. Xo'p, общий-manda 6000 ga tushdi. Pul baxt olib keladimi? Albatta, komfort ham olib keladi. Men o'ylaymanki, ozgina miqdorda bo'lsa ham baxt olib keladi. Yoshlik ikki og'iz maslahat. Yoshlar faqatgina yaxshi niyat qilish kerak va o'qish kerak va o'z ustida ishlash kerak. Yoshlarning boshqa qiladigan ishi yo'q. Agar men shu 3 ta aytgan narsamni qilsa, o'zi baxtli ham bo'lib ketadi, boy, badavlat ham bo'ladi, kelajagi ham juda ham buyuk bo'ladi. Siz yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Kommentariyada yozib qoldiringlar, obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi inson siz bo'lishingiz mumkin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz.